Forex bu o'zi nima desangiz, keling hozirda sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Forex ya'ni Forex Exchange Market. Qisqa qilib aytganda, Forex xalqaro valyuta birjasi degan ma'noni bildiradi. Va bu yerda siz turli xil davlat valyutalari, turli xil kompaniya aksiyalar va qimmatbaho metallar bilan onlayn savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Va hozirgi kunga keladigan bo'lsak, Forex dunyoning eng katta onlayn bozorlaridan biri. Va biz Forexni oddiy pul almashtirish punktlariga ham tenglashtirishimiz mumkin bo'ladi. Va hammamiz yaxshigina bilamiz do'stlar, qayerda pul ko'p bo'lsa, demak shu joyda odamlar pul ishlayotgan bo'ladi. Bu esa aynan Forex haqida. Hozirgi kunda Forexda kundan kuniga оборот ko'payib bormoqda. Va buni siz oddiy statistikaga qarab ham bilishingiz mumkin. Masalan, 1977-yilda Forexning bir kunlik обороты, eslatib o'taman, bir kunlik обороты 5 milliard dollarni tashkil etgan. 2019-yil bu ko'rsatkich 6 trillion dollarga o'zgargan. Bu degani Forexda kundan kunga оборот oshib bormoqda, o'shaning uchun ham bu soha juda ham tez rivojlanmoqda va bizning vazifa shu sohaga kirib pul ishlash. Forex bozorida o'zi kim pul ishlaydi desangiz, ya'ni Forex bozorining ishtirokchilari bular kim? Davlat valyuta birjasi, markaziy va tijorat banklari, brokerskiy kompaniyalar, investitsion fondlar va treyderlar. Ya'ni biz har xil brokerskiy kompaniyalar yaratilgandan so'ng oddiy odam ham o'z pulini sarmoya qilib, qimmatbaho aksiya yoki valyuta orqali o'z pulini ko'paytirib pul ishlashga ega bo'lgan. Ana endi bu soha sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa va bu soha orqali siz ham pul ishlamoqchi bo'lsangiz, hozirda sizlarga ikkita yo'lini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Oddiy qilib aytganda, siz investor bo'lishingiz mumkin yoki trader bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz investorsiz, sizning 1000 dollar pulingiz bor. Siz o'sha 1000 dollar pulingizni traderga topshirdingiz. Trader 1000 dollar pulingizdan bir oyda ichida 2000 dollar qiladi. Oyda oxirida esa o'sha pulni traderingiz bilan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Yoki deylik, siz o'zingiz trader bo'lishingiz mumkin, ammo trader bo'lish uchun sizlarga praktika va bilim talab etiladi. Ammo o'zingiz trader bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz sarmoyangizni bemalol o'zingiz boshqarasiz va bo'lgan foydani hech kim bilan bo'lishmaysiz. Va oddiy qilib aytganda, siz ham trader bo'lib o'zingizga investor qidirishingiz mumkin. Ana endi ba'zi bir obunachilarimiz bizga savol berishi mumkin. Otabek aka, men trader bo'lsam, menga investordan nima keragi bor? Do'stlar, masalan, siz tradersiz, sizning 1000 dollar sarmoyangiz bor, ammo investor sizlarga 10000 dollar sarmoya qilmoqchi. Ana endi sizlarga juda ham oddiy savol. Siz 1000 dollardan ko'proq foyda olasizmi yoki 10000 dollar puldan? Javobi juda ham oson. Albatta 10000 dollar puldan ko'proq foyda olishingiz mumkin bo'ladi. Mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi do'stlar, sizlarga tavsiya berib o'tmoqchimiz. Ya'ni siz investor bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ishonchli trader kerak. Ishonchli traderda men qanaqa qilib tekshirishim mumkin desangiz, uning uchun u traderda bilim bo'lish kerak, statistika bo'lish kerak, natija bo'lish kerak va eng asosiysi sizdan oldin kelgan investorlarning odzivlari. Yoki siz o'zingiz trader bo'lmoqchisiz. Buning uchun sizlarga harakat kerak bo'ladi, qiziqish kerak bo'ladi va eng asosiysi bilim.